Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana Labo mashinasini olib qolganmiz. Bunda bo'lgan muammo birinchi kursdan chiqmay qolgan ekan. Bu okammiz Uchqo'rg'on qayqidan keldilar. Mana korobkani ham o'chib modeli oldi. Korobkada birdan chiqmay qolishining sababi 3 dona sabachka fiksator bor. O'sha sabachkasi yeyilib ketgan. O'sha yeyilganning hisobiga birinchi kursi chiqmay qolib qisib qoladi. Birolar ochganda sing'izatorlari ham ish ko'rsatibdi. 4 ta sing'irib qo'yib, bachimliklarni almashtirib, bujimlarni yangilab, to'g'rilab berdi o'shlarni. Mana fitrishni ham o'qi ham yeyilgan ekan. Birolar mana o'qlarni ham almashtirib o'tdi. Mana kech bo'lishiga qaramay, shogirdlar bilan ishlab yotibmiz. Shogird nima ish qilibsiz? Bujimlarni yog'litdim. Mana korobkamiz ham yig'ib bo'ldi. O'rnatib bersa bo'ldi. Birolar ochganda korzinka pirdosi ham pishibdi. Mana pirdoni nakolatkalari yeyilib ketgan, o'rta qismlari yeyilgan. Mana korzinkani ham bujimda turadigan joylari, taroqlari yeyilib ketibdi. Biz bunga birolar yangi korzinka pirdo Valeo firmanikida qo'yib beribdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.